e'tibor bergan bo'lsanglar, akalar, Instagramga kam kiryapman, istoriyalar, videolar ham kam olyapman. Sababi Instagramda orqasidan ko'p siqilib qolyapman videolarni ko'rib. Bilmayman, dunyo qarashim eskichami, o'zim eskicha fikrlaydigan odammanmi, lekin mana o'zimiz o'zbeklarning ishda bo'lib turgan videolarni ko'rsam asabim buzilib qolyapti. Manmalarni, qonlarini ochgan, hamma narsa o'sha seksga taqaladigan videolar, ko'tlarini likkilatgan zarubejniy videolar ham o'tkazasan, qanaqadir bir shu podvox bilan seksga bir taalluqli bo'ladi har bitta video. Shunaqa achinarli. Keyin undan tashqari Amerikada ishlab yuribman, oyiga 10 ming, 15 minggacha pul topamiz. Endi o'ziga yarasha mehnati bor. O'zimizni shu O'zbekistonda haydab yurgan blogerlarni-yu boshqa oddiy odamlarni mashinalarini ko'rib bilet siqilib qolyapman-da. Onayni magur O'zbekistonda turib shunaqa mashinani qanaqa qilib minib yurishibdi ekan? Biz Amerikada shuncha pul topyapmiz, o'zimizga shu narsani pozolyat qila olmayapmiz-u deydigan narsani o'zimga berib siqilib qolyapman, depressiyaga tushib qolyapman. Shuning uchun iloji boricha Instagramga kamroq kirib, ozmoni gifimni ham tezroq o'tkazib olay, yana bir 2 hafta vobshe kirmay dam olaman. Menga ham даже bosim o'tyapti shu narsalarda, akalar. Amerikada turib shunchalik pul topsak ham o'sha narsalarni o'zimizga pozolyat qila olmayapmiz. Endi O'zbekistondagi oddiy odamlar holati qanaqaligini bilmayman. Tak что, akalar, dam olinglar bu Instagram kallasiga qo'tag'im bu platformani. Uzr so'kin yuborganim uchun haqiqiy bir vabo bu, onasini emsin bu isqir joy.